Trump Xi Jinping uchrashishdan keyin Tayvanga qurol setish planlangan. Albatta, Tayvan masalasi davomli holatda kun tartibida turayotgan masalalarning biri, qadrli ko'ruvchilarimiz. Rayondagi Xitoyning tajovuzchiligi, kun sari eshiyotgan harakatları, albatta rayon davlatlarının nurg'un tadbir elishga qistayotgan masala. Bu qatim Amerika hukumati Tayvanga vatanparvar 3 tiplik ilg'or boshqarilgan bomba sistemasini o'z ichiga olgan umumiy qimmati 14 milliard dollarga yetilgan qurol yarog' setib berishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Trump Xi Jinping uchrashishidan keyin tasdiqlandi ekan. Reuters agentligining 13 martdagi xabariga asoslanganda bu qatimli qurol yarog' setish plani Amerika prezidenti Donald Trump bu oyning oxiri Beijingga berib, Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun vaqtincha maxfiy tutildi ekan. Ve o Amerika'ya qaytib kelgandan keyin e'lon qilinishi mumkin ekan. Reuters'ning xabarida. Tayvan Mudofaa Ministrligi Reuters agentligiga qurol setib olish plani bo'yicha Amerika bilan dastlabki moslashtirish xizmatlarining tamomlanganligini, Amerika tarafining setib olish turlari va yetkazib berish vaqt jadvalini ta'minlaganligini bildirgan. Asosiy jihatdan nurg'un ishlarning tayyorlanib bo'lganligini, tamomlanganligini bildirgan. Aqsaray bo'lsa Trumpning 31 martdan 2 aprelgacha Xitoyga ziyoratga berib Xi Jinping bilan ko'rishdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafi buni jazmlashtirmagan. Bundan sirt Amerika Moliya Ministrligi va Amerika Savdo vakili ishxonasi Moliya ministri Besent bilan savdo vakili Jameson Girerning 15-16 mart kunlari Parijda Xitoy muavin bosh ministri He Lifeng bilan ko'rishdiganligini e'lon qilgan. Ya'ni erta o'gun 2 kun 15-16 mart kunlari Parijda ko'rishdiganligini e'lon qilgan. Kuzatuvchilar bu o'rinlashtirishlarning ay oxiridagi Trump Xi Jinping uchrashishi uchun yo'l ochish ekanligini bildirishmoqda. Albatta, prezidentlar ko'rishishdan burun bu turdagi ko'rishishlar oldin ola boshqa ministrlar tomonidan ko'rishilib, prezidentlarning ikki davlat rahbarining raisininki uchrashishidan burun nurg'un ba'zi masalalarni deyishib oldigan masala. Amerika hukumati bu tur dekabrda Tayvanga hammamizga ma'lum bo'lgandek qimmati 11 milliarddan ortiq 11 milliarddan ko'proq dollarga yetilgan tarixdagi eng zo'r so'mlik qurol yarog' setib berish qarorini tasdiqlagan edi. Ya'ni bu tur dekabrda. Endi bo'lsa o'tgan yilgi tarixdagi eng yuqori so'mlik deb qaralgan edi. Ammo hozir deyilayotgan masala 14 milliard dollarga yetilgan. Unuma besib tushadigan darajada bir savdoninki amalga oshirganligi. Buni albatta Trumpninki Xitoy ziyaratidan keyin texnik tafsiliy holatda o'tirg'a chiqadi albatta.